Sayat namlıq əsərdəki 9 başlıq şir, yəni Zhou Yuan. İsmidələ çıxıb durdu, bu alvas deməz. Bu evliya, evliyalıq dərəcəsiga yetib olğan. Şunun üçün bu başqa alvaslıdak bu tansiyonun gücünü yeyişinin, bunu gücünü yap evliyalıq dərəcəsiga yetmə, ölməymə deyişinin qılç zürrüt yox. Biroq Nommakil səfirdə bu bir müşkilat olub tansiyonun yolunu tutub bulanı tutub aldı. Neymiş ki şundaq çıxdı bu 9 başlıq şir. Nommakil səfiri qarşısaq bu 9 başlıq şir Sunukun bilan təng turalaydigan sanaqlı alvaslılarning birisi. Bundaqda bu 9 başlıq şir kim o degan vaqtning o'zida bu Tayyi Jugu Tianzun, ya'ni Palak peshvasining menadigan shiri Erbek ayvini. Palak peshvasini oldin qatdan bir so'z degan-ku, haliqdak shaptul qo'rg'uchisi va yer bir qilchi va bir toshning ustida o'tirib Sunukun saqlab turdigani dal shu. Bu Palak peshvasining arsh o'rnimi intayin yuqori ismdili chiqib turdi Palak peshvasi deb. Bunun Yorun Sultanning oldidagi inoatimi intayin yuqori. Masalan, shu Davjovdagi eng kattasi Tayshan Laojun, ya'ni avliyo peshvasi. Uningdan 2 yil qolsa, shu Tayyi Bayzun Palak peshvasi. Bu Palak peshvasini o'zining shogirdlari har qanday birsini avliyalik darajasiga yetkazmasa, yetkiza oladigan mahorat egasi. Shuning uchun boshqa har qanday birsininki Ermek ayvini minadigan kursi olvasti deb atalsa, Palak peshvasiniki shun avliyo deb atalyapti. Shuning uchun bu 9 başlıq şirniki mahoratimi intayin yuqori. Endi Sunukunlar buniki navrisi eliq seriq shirni adaletsiz holatda naq bir o'ltiryapti. Şunun bilan bu 9 başlıq şir şu ochiqda 9-5ni chiqirdi qarasang 9 tal 5ning har bir 5ida bir 5ida Tangsongni, bir 5ida Bajini, bir 5ida Shasongni, 25 deylik padishoni, qolgan 3ida qolgan 3 o'g'lini bo'lib bularni tutib ekitdi. Sunukun bu yerda qechikdi hamda. Qarsak bu 9 başlıq şir bu Tangsong bularni tutib ekagandan kim bu bularni urib tashlab ya o'ltirib yeyma deb qilmaydi. Yanila adab bilan muomala qildi. Endi mushu tasvirlardan har qachon his qilib bo'ldinglar. Qingyu Jingning vaqasini shundami? Yenilik avliyo peshvasining Ermek ayvini dam tatib turgan olmos bo'laysiz va eliq kichik qala deymi, dal shundaq qilgan. Endi bu 9 başlıq shirning zimin tushib bu Tangsong tutib olishdagi maqsadimi dal shunga o'xshaydi. Endi Palak peshvasining maqsadimi qarsak bu g'arb Nommakil safirda tas qoldi, buning ismimi, jismimi chiqmayli qolg'ili. Buning mavjudligini unutilib ketdi, tas qoldi. Shuni bilan to'xtab tura, akan qarqani unutib qo'ytamsa, o'zimni bir ko'rsatib qo'yay deb 9 başlıq shirni bu yerga tushadi. Joanda Yorun Sultan, Amitabh Buddha, evliya peshvasi uzadiyor. Memmu başlardan qilishmaydigan bir evliya deb chiqiribdi. Shuning bilan bu o'zining Ermek ayvini shogirdi bu 9 başlıq shirni tushirib, Nommakil safirga 81 mushkulotga as qo'shyapti. 9 başlıq shirning buncha yomonligi, uning adabini o'zi birolaydiganligi degan o'zini ko'rsatib qo'yish. Buddistlarga yaqasin fozu pursal yomon emas, bak Davjov yana ba akan qarg'ay unutib qilishma deyapti. Jingal biryapti. Shuninglarmi 9 başlıq shirning mushuk chiqishini. Ham mushay qarsanglar Sunukun bu 9 başlıq şirni tanklamaga vaqtimizda erishga chiqib yordam so'raydigan vaqtimizda Jubajidim yo'g'on qo'sig'i va mashtoq yo'g'a yuzvalik manda bir yelp turdigan bir avliyo chiqdi. Shuningdan endi mashishni deb turib tursa, voy bu degan Palak peshvasining Ermek ayvini deb bunga aql ko'rsatdi. Bu yana 500 yil burun Sunukun muraxor vaqtida to'g'ash basmislik mangan vaqtimizda yana bir qatim chiqdi bu avliyoni ahmaq qilib qo'ydi. Shunami? Bundaqda bu yelpikchi va yo'g'on qo'saq avliyo zodi kim u? Buning arish o'rni qancha nisabga tuzilgan? Bu mazmun qiziqadigan do'stlar, meni qo'shilib bir dona narsa yurak ko'rib qo'yinglar, keyingi sonda davom so'zlaymiz.